Qadrdonlar, uy olaman deyapsiz, hali ham uylarning narxi, joylashgan joyi, remontlari yoqmayapti sizlarga. Bu uyni ko'rsanglar, toshni yoqib qoladi. Bitta like bosib qo'yasizlar, okalar. Shunaqa arzon uylardan, shunaqa arzon kvartiralar qo'yib boryapmiz. Okalar, bu uyimizni ko'rishingiz mumkin. 3 etajli bo'lyapti. Mana bu yerdan 3 etajga ham mansardasi ham bor ekan. Chap qo'limizda bizning общий sanuzel hojatxona. Bu yoq tarafimizni ko'rishingiz mumkin. Bitta zallar ham kattagina ekan. Orqa havo aylanishga joy tashab ketilgan. Birinchi etajimizning o'zida bitta oshxona bo'lyapti, mebel, texnika, hamma narsasi qoladi dedilar. Ikkinchi etajimizga chiqib turish zinalarini ko'rishingiz mumkin. Qadrdonlar, mana ikkinchi etajimizga chiqib qolganimizda bizning bitta spanniy bo'lyapti. Yorqin ranglardan remont qilib qo'ygan ekanlar. Ikkinchi etajimizda yana bitta общий sanuzel hojatxona. Hop, o'ng qo'limizda bizning bitta detskiy, bu yog'imizda bizning yana bitta spanniy mebellari qoladi dedilar. Uchinchi etajimizga chiqqanimizda marsanda qismi ekan. Bu yoqni bitta detskiylar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bolalar dars qilib o'ynaydigan joy qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yoq tarafda 3-etajimizda yana bitta sanuzel joy tashab ketgan ekan. Bu yoqqa bitta kladovkaga joy tashab ketilgan. Mansarda qismi. Ukalar, kvartiramizni ko'rdinglar. Narxi zo'r. 95 kvadratli kvartira bo'lyapti. Yoshning ichi, kichkina info bo'lyapti. Okalar, Turobod mahallada bo'lyapti. Maktab, bog'chalardan muammo yo'q. Yo'q tarafimiz 300 metr masjidga bo'lyapti. Okalar, narxi zo'r. 66 ming qo'yamiz. Yana tepasiga kelib sodalashib, baraka qiladigan joyi bo'ldi.